barchaga salom, sizlar bilan Sancho. Bugun PUBG Mobile'da Open Case qilishga harakat qilamiz do'stlar. Mozam qana ketdi. Bugun Mirdusin mehmonimiz bor. Mirdusin ham xafa deb turadi. Mirdusin ham boz qarachi taxil takskalashib turadi. Bo'lmasam to'pa-to'g'ri deyapti mana Mirdusin. Qani bo'lsam ketdik Open Case'ga. Biz boshladik. Sizlar like bosdingizmi? Albatta bosdingiz. Bo'lmasam ketdik boshladik. Bu kanalimizdagi ilk Open Case bo'ladi. Kamchiliklar uchun uzr so'rayman. Juda ham ko'p yashil ochmiz. Sveji Open Case'ni qilamiz. Xo'p, mana birinchi aylantirishimizni boshlaymiz. Bitta aylantiramiz birinchida. Qani birinchi bitta aylantirishdan taktikalar qilib aylantiramiz. Qani ketdik. Davay. Xo'p, qani birinchi nima tusharkan? Birinchi zo'r narsa tushyapti, juda yaxshi. Mifik tushib mifik. Menga hozir yoqqani, xo'p, qani. Afsus. Bizga tangi kerak, doim tangi kerak. Hammaga tangi kerak mana. Propsuklam bitta. Yana tangi berdi. Tangi kerak emas menga. Tangi emas, tangi emas. Menga yaxshi narsa kerak, davay. Menga yoqqani shlem bo'ldi, keyin kaska bo'ldi. Ashkarasi juda ham yoqdi menga. Keyin tarakasi. Opa. Yaxshi tushman do'stlar. Xo'p, qani okey deymiz, qani keyingi aramiz bilan ashi kaska tushdi, shuni suvga bilan. Kaska mash mifika esi cho'siga bo'laveradi. Tushmasligi aniq lekin mayli. Bo'laveradi mifika esi cho'siga. Qani ketdi do'stlar, ochish boshlaymiz. Xo'p, qani birinchi raqamimiz har xil taksiyalar bor, ochayapmiz hozir. Xo'p, hozir o'zim bilgan taksiyalarni ochib ko'raman. Bilmadim nima uchun. Yo'qshi do'stlar, 5 ta qanaqa ya, kiyim qisman kiyimga. Qana kiyim bu hozir. Xo'p, bu kiyim ekan do'stlar, mana shu kiyim ekan. Normalniy taksiya do'stlar. Hozircha yaxshi ketyapti. Yana 5 ta keys ochamiz. Menga shu qani ketdi. 10 ta keys. Do'stlar mana yaxshi, menga o'sha shlem tushib berdi. Jotli do'stlar, bomba bo'ldi. Shlem yoqdi menga qani. Yo'qdi, yana 10 ta ochamiz. Yana bitta propsuklar. RP'miz oshib ketib qoldi. Olamiz RP'mizdagi narsalarni chiqam bo'ldi, chiqdi. Chiqib davay ketdik. Opa, qanaqadir tasijini o'tarib, Tasanaga matam qo'yamiz. Tasanaga menga Mirdusi menga bunaqa narsa tushdi. Mirdusi menga bunaqa narsa tushdi. Open Case boshlaymiz. Qanishini qanadir 10 talik bittami? Yo'q, 5 talik bittalik oshirib propsuklar bosamiz. Ketdi propsuklar. Propsuklar bosamizmi? Ketdi. Hop, birinchisi yaxshimi? Yaxshi tushmayapti. Ketdi propsuklar bosdik. Qani ketdi. Yaxshi narsa tushmayapti. Vashim yaxshi narsa tushmayapti, to'g'ri aytsam. Umuman. Qani yaxshi jo'ragan. Ber. Oxirgi aylantirishimiz. Sumkani ber, menga iltimos, sumkani ber. Ana sumkani ber menga. Sumkani iltimos ber. Opa, do'stlar, yaxshi do'stlar. Menga shu narsa kerak edi do'stlar, jotki do'stlar. Zo'r bo'ldi. Open Case dahshat bo'ldi menga. Eng kerak narsa berdi, sumka. Yangi kanalda sumka narsa o'g'di. Mana sumka tushdi. Maktab qo'yilib Mirdusinga. Mirdusin menga bunaqa sumka tushdi. Bizga tushganlardan shu hozir qisqagina Open Case'imizdan kaska tushdi, sumka tushdi va qizbolaning kiyimi tushdi. Hammasi garantdan tushdi. Uni qolganini ochardik, lekin qolganini keyingi kesaga asab qolishimiz kerak. Yana ochish uchun yana 50 ta 60 ta kes kerak bo'ladi. Uni shu nerealniy bo'ladi. Shuning uchun ham nima qilamiz? Videoni yakunlaymiz. Shu joygacha kim ko'rgan bo'lsa like va podpiska bosgan bo'lsa rahmat katta so'rayman. Shu joygacha kim ko'rgan bo'lsa katta rahmat. Sizlar bilan Sancho bo'ldim. Keyingi videogacha ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.